Trading qimormi yoki professional kasbmi? Keling, men sizga juda aniq, mantiq va fakt bilan tushuntirib beraman. Juda ham ko'plab yangi boshlovchilarda ikkilanish bo'ladi yoki sohani o'rganib, o'qib, lekin trading sohasida daromadga chiqa olmagan insonlar orasida juda ham ko'p bahonalar bo'ladi. Trading qimor o'xshamadi, qilmaslik kerak ekan. Bu narsani men sizga aniq faktlar bilan keltirib beraman. Eng boshidan boshlaymiz. Trading o'zi nima? Trading bu moliya bozorlarida aktivlarni olish yoki sotish orqali daromad ko'rish. Bu aktivlar bo'lishi mumkin valyutalar, kriptovalyutalar, aksiyalar, indekslar bo'lishi mumkin yoki turli xil kriptovalyutaning instrumentlari, davlatlarning valyutalari bo'lishi mumkin. Trading ma'nosi shunchaki pul tikish emas. Bu narx harakatini oldindan aniq rejalar asosida ko'rib chiqish, aniq savdoga kirish tochkalarini kutish va risklaringizni oldindan belgilash, ya'ni o'xshamasa qancha yo'qotishingizni ham oldindan bilasiz. Xo'p, endi asosiy savol bor. Trading qimormi? To'g'ri, trading qimorga o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin qimor va trading orasida juda ham katta farq bor. Qimor bu nima? Natijasi tasodifga asoslangan, hech qanaqa risklar oldindan belgilanmagan, kiritayotgan pulingizni hammasi riskda turadigan, tavakkalga asoslangan o'yin. Misol uchun bunga kazino, ruletka yoki karta o'yinlarini kiritish mumkin. Bu yerda sizda hech qanaqa bilim yoki statistik ustunlik mavjud emas. Hammasi faqatgina omadga asoslangan bo'ladi. Ana endi professional tradingni ko'rib chiqamiz. Professional trading bu biznesga o'xshaydi. Har bir savdoni oldindan strategik jihatdan tahlil qilib chiqasiz. O'xshasa qancha topasiz, o'xshamasa qancha topasiz yoki yo'qotasiz va bozor chiqadimi, tushadimi, nima asosida bozor chiqadi, fundamental yangiliklari bilan ko'rib chiqasiz. Va har bir narsani savdo jurnalingizga yozib borasiz. Nima uchun savdo qilmoqchiman, nima uchun savdoni ochdim, nima uchun savdoni yopdim, har birini nuqta virguligacha belgilab, asosli tarzda bo'lgandan keyin, sizni strategiyangizga mos kelgandan keyingina savdo ochasiz va mana shu professional trading deb ataladi. Har bitta professional trader shunday fikrlaydi. Men bugun yutaman emas, uzoq vaqt davomida statistik jihatdan ustunlikka ega bo'laman. Ya'ni uzoq vaqt davomi degani aytaylik 50 ta 100 ta savdoni bir necha oylar davomida ochish jarayonida bir necha oylik umumiy hisoblaganda oylik, 3 oylik, 6 oylik yoki yillik hisobda umumiy hisobda daromadda chiqishga harakat qilish bu professional trading deb ataladi. Eng katta farq riskni boshqaruvda. Trading sohasini qimorga tenglashtiradigan odam hammasini tikadi, qaytarib olaman deydi yoki emotsiya bilan savdo qiladi. Agar siz savdolaringizni emotsiya bilan savdo qilayotgan bo'lsangiz, demak siz professional trade qilmayapsiz. Professional trader nima qiladi? Har bitta savdoga 1% risk qiladi. Agar savdosi o'xshamasa, o'sha savdoni to'xtatadi va sistemaga amal qiladi. Plus bo'ladimi, minus bo'ladimi, unga umuman farqi yo'q. O'zining sistemasi bor. Mana shu sistema bo'yicha butun bir depozitini kamida 100 ta bo'lakka bo'laklaydi. Bitta zo'r kelgan momentga faqatgina bitta bo'lakchani qo'yadi. Undan ortiq qo'ymaydi. Moment zo'r, ideal bo'lishi mumkin, lekin faqatgina birgina bo'lakcha o'sha joyga qo'yiladi. Ya'ni bu depozitga nisbatan 1% risk degani. O'xshamasa 1% yo'qotadi. Agar ketma-ket 2 ta yoki 3 ta o'xshamaydigan bo'lsa, bo'ldi. O'sha kunning o'zida savdoni to'xtatadi, keyingi kun yoki keyingi haftani kutadi. Agar siz 1000 dollar bilan trade qilayotgan bo'lsangiz, qimor o'ynaydigan odam o'sha 1000 dollari 500 dollar yoki 1000 dollari hammasini bitta pozitsiyani o'ziga tikib yoradi. Professional trader bo'lsa 1000 dollarni o'zini ham bo'laklaydi. Har bitta savdoga 10 dollar yoki 20 dollardan oshmagan holatda risk qiladi. Eng minimal lotlar bilan minimal savdolarni amalga oshirib stabillikka harakat qiladi. Va avvalambor professional traderlar kichkina shotlarda ishlashga emas, aksincha prop kompaniyalar, ya'ni investitsion kompaniyalari 50 ming dollarlik, 100 ming, 200 ming yoki 400 ming dollarlik shotlardan olib, o'shalarda ishlashga harakat qiladi. Prop kompaniya nimaligini bilmasangiz, prop kompaniyalar bo'yicha mana shu profilni o'zida video darslar joylab ketganman. Trading kasb bo'lishi mumkinmi? Albatta, trading sohasi hozirgi kunda butun dunyo bo'ylab kasb va biznes sifatida foydalaniladi. Hedge fondlar traderlari, bank traderlari va prop traderlar, bular hammasi professional traderlar. Hedge fondlar o'zini investitsiyalarini hech qachon trading sohasini tushunmaydigan insonlarga yoki qimorchilarga berib qo'ymaydi. Prop traderlarda ham, ya'ni prop tradingda ham xuddi shunaqa narsa sizni 2 bosqichli imtihon asosida tanlab oladi. Banklarda ham xuddi shunaqa o'qigan, risklarni boshqargan va risklari hammasini bank o'zi nazorat qiladi. Ya'ni bu sohada qimorga o'rin yo'q. Bu sohada butun bir depozitni bitta joyga tikib olish degan narsa yo'q. Agar siz shunaqa qilayotgan bo'lsangiz, demak siz trading sohasiga professional yondashmayapsiz va qisqa vaqtda siz o'zingizni depozitingizni yo'qotish ehtimolingiz yuqori. Dunyodagi eng katta moliyaviy tashkilotlar, jahon banklari yoki hedge fondlar bo'ladimi, Wall Streetdagi katta institutsional korxonalar bo'ladimi, bularning hammasi
kuniga, oyiga trillionlab dollarlarni оборот qilishadi. Bu qimor emas, bu global biznes. To'g'ri, agar siz trading sohasida yangi bo'lsangiz yoki trading sohasini mana shu O'zbekistonda trading bo'yicha yuritilayotgan kontentlar miqyosida ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Instagramlarda chiqyapti, qisqa vaqtda razgon qilamiz yoki yangilikda ishlaymiz, NFP'da ishlaymiz, CPI'da qisqa vaqtda katta daromad topib olamiz deb 30 ta 40 ta umuman tradingni bilmagan odam yig'ib olib turib, kimdir buy deydi, hammasi tarsilatib buy bosadi, kimdir sell deydi, hammasi tarsilatib sell bosadi. Bunaqa insonlarni kuzatib boring. Men o'zimni mana shu 8 yillik tajribamdan kelib chiqib, ijtimoiy tarmoqlarda trading sohasida mana shunaqa razgon qiladigan odamlar 2016-17 yilda ham bor edi. Eng uzoq yashaganim maksimum 1 yil yashagan. Eng uzoq yashagan. 3 oy, 6 oy, maksimum 1 yil ichida bunaqa insonlar va bunaqa kontentlar chiqarayotgan kompaniyalar umuman Instagramda yo'q bo'lishni boshlaydi. O'zbekistonda juda ham ko'p trading kompaniyalar ochiladi. Ya'ni Instagramda biz ochildik yoki biz kompaniya ochdik deydi, lekin 3 oy, 6 oy yoki 1 yilda yo'q bo'lib ketadi. Ularni eng katta qilayotgan xatosi qisqa vaqtda katta natijaga erishish mumkinligini ko'rsatishga harakat qilishadi, lekin aslida ularni o'zlari ham buni qila olishmaydi. Bitta e'tibor bering, bitta filtr qilib ko'ring. Instagramda hozirgi kunda O'zbekistonning o'zida trading sohasida kontent yuritadigan insonlarning o'zi 50 dan ortiq insonlar yoki 50 dan ortiq kompaniyalar bor. Lekin bu kompaniyalarning katta qismi 90% 3 oy, 6 oy, maksimum 1 yilda yopilib ketadi. Nimaga? Chunki ular doimo stabillikka yoki ekspertning kontentlar yoki ekspert ma'lumotlar berishga emas. Mana shunaqa trading sohasini qimorga to'g'rilab qo'yadigan turli xil razgonlar, qisqa vaqtda katta natija yoki yasalgan saytlar orqali bir necha million dollar ko'rsatishga harakat qiladi yoki sizga razgonni ko'rsatib juda ham ko'plab trading sohasida umuman bilimi yo'q odamlarni to'plab ularga MetaTrader'ni o'rnatishni o'rgatib, depozit qilib berib turib, buy yoki sell deb turib, ketma-ket buy yoki sell. Bu umuman trading emas va bu umuman professionallik emas. Shuning uchun ham ular atiga 3 oy, 6 oy yoki maksimum 1 yilda yo'q ketyapti. Trading sohasini oxirgi 1-2 yildan beri Instagramda kuzatib borayotgan bo'lsangiz, mani hozir nima haqida gapirayotganimni allaqachon tushunib yetdingiz. Nima uchun ko'pchilik tradingni qimorga aylantirib qo'yadi? Chunki ular bilim olmasdan kiradi. Hech qanaqa tizimsiz ishlaydi yoki mana shunaqa Instagramdagi turli xil hype'larga berilib ketib, bitta-ikkita tugmani bosish orqali birdaniga boyib ketar ekanman deb o'ylashadi va maksimum 90 kun ichida bozordan chiqib ketadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, trading bu qimor emas. Trading bu instrument. Siz bu sohani qanday ishlatishingizga bog'liq. Sodda, lekin biroz qo'polroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, pichoq oshpazni qo'lida ovqat tayyorlaydi, lekin jinoyatchini qo'lida esa boshqa insonga zarar yetkazishi mumkin. Shu narsani to'g'ri qo'llasangiz, trading sohasini to'g'ri o'rgansangiz, turli xil Instagramdagi hype'larga berilmasdan turib, o'zingizni strategiyangizni to'g'ri ishlab chiqishga, risklaringizni to'g'ri boshqarishga, savdoga kirish tochkalarini to'g'ri topishga harakat qiladigan bo'lsangiz va mana shu narsalarni o'rganib borsangiz, ertaga prop kompaniyalardan 50 ming dollarlik, 100 ming dollarlik, hattoki 200 ming dollarlik investitsiyalarni olishingiz mumkin bo'ladi va bu investitsiyalarni ham shunchaki berib qo'ymaydi yoki bu investitsiyalarni mana bu bo'yayotganimdek razgonchilar ola olmaydi u narsani. Razgonchilar hech qachon ola olmagan va unaqa shotlarni ola olmaydigan. Men sizga stabil daromad qilishingizni maslahat beraman. Ya'ni qanaqa? Prop kompaniyalar sizga 2 bosqichli imtihon beradi. Ya'ni birinchi bosqichda siz nima qilishingiz kerak? 10% daromad qilishingiz kerak, ikkinchi bosqichda 5%. Uchinchi bosqichda esa har qanday qilgan daromadingizdan 80% sizga aytilik 100 ming dollarga oyiga 10 ming dollar daromad qilsangiz, 8 ming dollarni yechib olishingiz mumkin. Ana endi o'ylab ko'ring, 50 dollar, 100 dollarni bir necha 10 ming dollar qilish real haqiqatga yaqinmi yoki 100 ming dollarga nisbatan oyiga 10 ming dollarga ishlash real haqiqatga yaqinmi? Trading ham shunday. Professionallar uchun kasb, emotsional odamlar uchun esa qimor. Agar kimdir qimor yoki menda o'xshamadi deydigan bo'lsa, bilingki, unda o'xshamadi emas. U bu sohani o'xshata olmagan. Agar mana shunaqa foydali videolarni yo'qotib qo'yishni xohlamasangiz, hozirgi o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying, shunda sizda yangi qo'ygan videolarim hammasi ketma-ket chiqaveradi. Bu video bo'yicha fikrlaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Men har qanday fikrni eshitishga tayyorman.